Korrochi, hammaga salom. Qarasam sochim juda tekis ekan, shuning uchun jingalak qilaman. Keyin qarasam paq etib osmondan floyka tushib qolsa bo'ladimi? Voy, xursand bo'lib ketdim. Keyin ochib qarasam jingalak qiladigan ekan. Qani bitta ishlatib ko'raychi dedimda boshimga mana bunaqa suvni sepib tashladim. Birato'la yuvib chiqsam ham bo'lardi shuni, lekin sepib tashladim. Keyin shilliq qurti chiqanog'iday qilib o'rab, figushka qilib mana ajdarxon tishiday narsani taqib qo'ydim. Keyin chap-chup qilib jingalak qilishga o'tib ketdim. Hayratda burga borday qarab qo'yishim qaralar, ko'zim po'killatib ish qilib bir balolar qildim. Vaqt o'tishi judayam sekin bo'lib ketdi. Bu o'zi ham rosa sekin jingalak qilar ekan. Zo'rg'a qildim. Sochni qaranglar. Korrochi, navbat endi cho'lkaga keldi. Cho'lkani ham mana shunaqa qilib bosib gafini jingalaga ekan korrochi. Keyin bu safar playlistga cho'mchom qilmasdan playlist shunday uzun quyib qo'ya qoldim. Vale, obuna bo'ling. Bye bye.